Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 18 noyabr İstanbul'da açılgan Memleketlik Türk O'quvchilar Birleşmesining 62 navbatlik umumiy yig'inida qilgan so'zda Sharq Turkistonni tilga olgan. Erdoğan Memleketlik Türk O'quvchilar Birleşmesining 1916-yil qurilganligini, tarixdan buyon agir-to'qay yo'llarni boshdan kechirganligini, birlashmaning Separus masalasiga ega bo'lishdan tortib Sharq Turkiston masalasining taraqqiyotigacha, Aya Sofiya jamiyasining qayta ibodatga ichilish davosidan Buyuk Turkiya kurishini o'z ichiga olgan doiragacha kengaytirilganligini ta'kidlagan. Erdo'g'an yana tunugunki kabin yig'inidan keyingi bayonotida mundaq dedi: Falastinda ezilganlarning azobi bizning dardimiz bo'lganidek, Uyg'ur qarindoshlarimiz, Ahisk turklari, Qrim tatarlari va Kirkuk turkman qarindoshlarimizning dardimi bizning masalamiz. Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyligini uzluksiz bulang-talang qilib kelayotgan bo'lib, yaqindan beri bulang-talangni texmi kuchaytgandan sirt har xil tajriba sinoqlarni kuchaytgan. Xitoy bu qitim yana tarim o'ymonligida cho'nqurligi 9432 metr keladigan neft tabiiy gaz qudug'ini burg'ulagan. Sharq Turkistondagi Xitoy tashviqot organi Tangirtog' to'rining 16 noyabr xabar qilishicha, Xitoy neft ximiya sanoati guruhining Shindi 1-nomer Yujin 3XS 3 quduqi rasmiy o't yiqib sinoq qilingan bo'lib, tarim o'ymonligi Suluq yer tabiiy muhofazat rayoni qizil siziqining sirtiga joylashgan. Xitoy hukumati cho'nqurligi 9432 metr keladigan bu neft tabiiy gaz quduqining Osiyo bo'yicha eng cho'nqur quduq ekanligini, Yanto cho'nqurligi va odatdan tashqari cho'nqur qatlamda quduq burg'ulash gorizontal yo'nalishidan iborat ikki turlik rekordni yangilaganligi haqida maqtangan. Bildirilishicha, mazkur quduqdan kuniga 200 tonna xam neft, 50 ming kub metr tabiiy gaz ishlab chiqarg'ili bo'ladi ekan. Qozog'istonlik Uyg'ur yozuvchi Ziya Samidi vafot bo'lganligining 23 yilligida xotirlanmoqda. Qozog'istonda tug'ilgan Uyg'ur yozuvchisi Ziya Samidi Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qilgan zulmlari haqida so'zlaganlik uchun turli besimlarga uchirgan. U Qozog'istonda mamlakatlik zo'r mukofotlarga erishgan. Ziya Samidi 1914-yili 4-oyning 15-kuni Qozog'istonning Olmao't rayonining Yarkent shahrida tug'ilgan. U 1944-yili Sharq Turkiston armiyasiga qatnashgan va polkovnik unvoniga erishgan. U hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotidagi eng dongli yozuvchilarning biri sifatida tanildi. O'zbekistondagi universitetlarning soni 2016-yildagi 77 dan 212 ga, to'liq o'rta maktabni bitirgan o'quvchilarning universitetga kirish nisbati 9% dan 38% ga o'rlagan. O'zbekiston Oliy ma'rif, ilm-fan va yangilik yaratish ministrligi tomonidan jamoatchilikka e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, 2016-yili 77 universitet bo'lgan O'zbekistonda yaqinqi 7 yilda 135 yangi universitetning ta'sis qilinishi bilan 2023-yili oliy ma'rif organlarining soni 212 ga ko'paygan. Xitoy istixborot organlari atalmish josuslikqa qarshi turish qonuniga asosan tashqi savdoga aralashishni kuchaytgan bo'lib, bu Xitoy bilan Yevropa ittifoqining savdo munosabatini yirgilashtirgan sabablarning biri bo'lib qolgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirishicha, Xitoy davlat bexatarlik ministrligi 16 noyabr hujjat e'lon qilgan bo'lib, hujjatda sun'iy idrokning zo'r miqdorda o'rganish va mashqlantirishga ehtiyojli ekanligi, navbatda to'r bexatarligi va boshqarishga buzg'unchilik qilishda hamkorlashuvchiga aylanganligi, shunga sun'iy idrok Xitoy iqtisodiy, siyosiy va harbiy bexatarlikka tahdid ekanligi qayd qilingan. Hujjatda yana Xitoy davlat bexatarlik organlarining har jihatdan funksiyasini kuchaytirib, sun'iy idrokning xavfi va xirisiga taqobil turish uchun puxta davlat bexatarlik mudofaa to'siqi paydo qilish kerakligi da'vo qilingan. Xitoy doiralari islom dunyosiga qaratgan 200limchi siyosati bilan arab davlatlarini aldashga va Falastinni qo'llagan qiyofatda
Sharqi Turkistondagi jinoyatlarni yo'shirishga muvaffaq qozongandek ko'rinayotgan bo'lib, bu qitim arab davlatlari tashqi ishlar ministrlaridan tashkillangan vakillar o'miki Falastin masalasi uchun Bejingga yetib borgan. Egilinishcha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi, Saudiya Arabiston tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhon, Iordaniyaning muavin bosh ministri, qo'shimcha tashqi ishlar ministri Ayman Safadi, Misr tashqi ishlar ministri Samih Shukri, Indoneziya tashqi ishlar ministri Zeytno Marsudi, Falastin tashqi ishlar ministri Riyaz Maliki va Islom hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Husayn Ibrohim Taha qatorliqlardan tashkillangan hay'at bilan ko'rishgan.